bir ko'ngli siniq odamni xursand qilish Ka'batullohni obod qilish bilan barobar. Bir insonni ko'nglini ranjitish Ka'bani vayron qilish bilan barobar. Dabdaba bilan to'y qildi, qo'shnisi bechora oddiy bir nafaqadagi oylikka yashab turgan, ichidan o'tmaydimi? Uni ham ayoli, bola chaqasi, ota shunaqa biz ham to'y qilaylik. Mana qo'shnimiz shunaqa yaxshi to'y qildi, bordik, biz ham ishtirok etdik. Ertaga biz ham mana shunaqa to'y qilaylik, axir o'zimiz ham borib yuribmiz deganda erkakning ichidan nima o'tadi? Qiynalmaydimi ichidan? O'shani shu qiynalishiga sababchi bo'lgan dabdabaga yo'l qo'ygan odam bo'lmaydimi? Ilgarigilar qo'shnisini bolalariga qarab, mahalladagi odamlarning ahvoliga qarab bolalarini kiyintirishgan ekan. Juda zo'r qilib kiyintirib qo'ysa bo'ladi. Chunki hashamdor kiyim bilan qo'shnini bolalari bilan o'ynaydi-ku. O'shalari qatorda kiyintirar ekan. Ilgarigi shu aqlli, zukko odamlar shunday qilishgan. Elga qarashgan, yurtga qarashgan. Bolalarni kiyintirishi orzu havasida ham eldan chiqmagan. Ertaga shu uni egnidagini ko'rib, o'rtog'i ham otasiga xarxasha qiladi. Shuning uchun usti yupun o'rtog'ingizni ko'rsangiz, kulgi qilmanglar. U bola chaqasidan ortib o'ziga qarolmagan. Bolalarim shu tengqo'rlardan kam bo'lmasin, dugonalarga o'xshab kiyinsin deb butun borlig'i bilan bolasiga sarf qilgan, o'ziga ortib qarolmagan u erkak ota u. Usti yupun ota mana shunday bo'ladi. Shuning uchun azizlar, bu to'y odam o'zini kimligini ko'rsatadigan, mana bizni kimligimizni ko'rib qo'ylaring deydigan tadbir emas bu to'y. Biz kimligimizni bolalarimizni ishi bilan ko'rsataylik. Qani biz qanaqa farzand tarbiya qildik? Mana bu bizni faxrlanadigan jihatimiz.